Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabat komitetining raisi Jim Rich Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb atash taklif sundi. Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabat komitetining seshanba kuni e'lon qilishicha, partiya hal qilgan bir guruh Kengash palata a'zosi Xitoyning Uyg'urlarga qilgan dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb atashni tashabbus qilib bir loyiha sungan. Kengash palatasi a'zolari Jim Rich, John Cornyn va Robert birlikda dushanba kuni bu qonun loyihasini tunishtirgan. Mazkur komitetning aytishicha, bu taklif loyihasida Beijingning siyosatlarining mas'uliyatini surishti qilish va zulmni oxirlashtirish uchun bir xalqaroliq mexanizm qurish tashabbus qilingan. Jim Rich mundaq dedi: Xitoyning hukumatining Sharqi Turkistonga sistemalik to'g'mas qilib etish, majburiy bola tushirish va boshqa qilmishlari haqiqatan yerginishliq. U yana Uyg'ur va boshqa musulmon osonliq millatlarni nishon qilgan bu harakatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ahdnomasiga asosan irqiy qirg'inchilikni tashkil qiladi. Men har ikki partiyadagi xizmatdoshlarimning bundoq aniqlama beradigan qarorni o'tirg'a qo'yganligidan faxrlanaman. Amerika va dunyodagi har qaysi davlatlar Sharqi Turkistonda yuz berayotgan ishlarga davomli diqqat qilish kerak dedi. Sharqi Turkiston kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Indoneziyada qo'lga olingandan keyin Xitoyga topshirib berilgan 4 Uyg'ur uchun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Sharqi Turkiston kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bugun Indoneziya Jumhuriyatining Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida axborot e'lon qilib, 2015-yili Indoneziyada qo'lga olingan 4 Uyg'urning jazo muddati to'shqan bo'lsa-mu xabari yo'qligini va ularning Xitoyga qaytarib berilganligini bildirdi. Bayonotda mundaq deyildi: Hech qanday Sharqi Turkistonlikning Xitoyga qaytarilmasligi va ovozimizni dunyoga anglatish uchun axborot e'lon qilyapmiz. Yana bir tarafdan Amerikadagi mustaqil faoliyatchi Tahir Emin ijtimoiy aloqa to'g'rida bayonot e'lon qilib, o'zining va bir turkum Uyg'urlarning Indoneziyaning Washingtondagi bosh elchixonasiga berib, 4 Uyg'ur haqida ma'lumot so'raganligini bildirdi. Sharqi Turkistonda 8 milliondan ortiq kishi jazo lagerlariga qamalgan va kishilik huquq dafsandichiligi irqiy qirg'inchilikqa aylangan mushundaq mezgilda Indoneziyaning qaytarilganligi ilgari surilgan 4 Uyg'urning taqdiri jamoat fikrida og'ir andisha va iztiroblarni paydo qildi. Amerika prezident saylamidan bir qancha kun ilgari Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va davlat mudofaa ministri Mark Esper Amerikaning Xitoyni cheklash strategiyasining bir qismi sifatida Hindistonni ziyorat qildi. Yangi Dehlining Beijing hukumati bilan Ladakhdagi chegara masalasi davom qilayotgan Pompeo va Esperning Hindistonga kelishi bu ziyoratni Hindiston hukumati uchun texmo ahamiyatli qiladi. Pompeo va Esper Hindistonlik kasbdoshlari Subrahmanyam Jaishankar va Rajnath Singh bilan poytaxt Yangi Dehlida 3-navbatlik Hindiston-Amerika ishga qo'shilgan ishki dialogining bir qismi sifatida ko'rishdi. Yig'in jarayonida rayon bexatarlik hamkorligi, ikki davlatning harbiy qismlari o'rtasidagi munosabat, bexatarlik aloqa sistemasi va uchurdan tang bahrilanish, mudofaa savdosi va yoshirin yangi sohalardagi hamkorlik muzokara qilindi. Buningdan boshqa ikki davlat o'rtasida asosiy almashtirish va hamkorlik kelishimi imzolandi. Kelishimga asosan Hindiston Amerika harbiy sun'iy hamrohidan haqiqiy sezgur sonliq ma'lumot, yer shakli tasviri, maxfiy jo'grafiyalik va muhim halqaliq uchurlarga erisha oladi. Pompeo bayonotida Hindiston bilan Amerikaning Xitoy kompartiyasi elib kelgan tahdidlarla emas, balki barliq tahdidga qarshi hamkorlikni kuchaytirganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Tayvanga qurol sotgan Lockheed Martin, Boeing mudofaa shirkati, Raytheon shirkatlari va bu setishga qatnashgan kishilar va organlarga qarata embargo qarori chiqarganligini e'lon qildi. Amerika oldin qabda Tayvanga 1 milliard 800 million dollarlik boshqarilgan bomba, raketa zambiraklari, havo razvedka senzori va munosabatlik uskunlarni setishni tasdiqlagan edi. Bu voqeadan keyin Xitoy davlat mudofaani qo'g'dash uchun bu mudofaa shirkatlariga qarshi tadbir qo'llanganligini e'lon qilgan edi. Bir Xitoy prinsipiga qarshi harakat deb qaralgan qurol setishi Xitoy tarafidan bir tahdid deb qaralmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Yemen'deki teşkilatları bu devletinin janubida 5 yaşdan tuvan balla arsida ciddi ozuqluq yetişmeslik vaqalarının köpayganligini, agar ciddi bir taraf qilinmasa 98 ming balaning o'lim xavfiga duch keladiganligini e'lon qildi.
Birleşken Devletler Teşkilatı Yemeklik ve Yezigilik Teşkilatı, Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondi ve Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Yemeklik Programmasının birleşme yazma bayonotiда 3 teşkilatning ciddi ozuqliq yetishmaslik masaladagi eng yangi tekshirishi 2020 yili Yemenning janubidagi ciddi ozuqliq yetishmaslik ahvolining taxminan %10% oshganligini oshkorladi deyildi. Yemenning janubidagi 5 yoshdan tuvan 1.400.000 bola bo'lgan 133 rayon asos qilingan bayonotda mundaq deyildi. Yemenning janubidagi rayonlarda 5 yoshdan tuvan bolalar orasida 1,5 milliondan ortiq ozuq yetishmaslik ahvoli xotirlandi.